eshikka yaqinlab kelib, bor dovsimen: "Cho'p suykumdi, ko'p kichkintoy bu eshikda kim bor?" deb aqiradi. "Pi, men tiqaloq tishqanman." "Qo'ya, men baqildoq boqaman." "Men qo'rqoq qo'yanman." "Men qo'tilko'man." "Al men bo'lsam sirqas turman. Al sen kimsan?" "Men Qurbonboy ayuman." "Kel, birga turaylik." Ayu ariga tirg'indab eshikka kirmoqchi bo'ladi. Biroq uning basi yengilmi? Yenisi siymaydi. Ammo to'silgan ayu: "Endi sen men eshikdan satirdan chiqib turayin" deydi. "Yo'q, sen kimsan? Seni kichkintoy eshigimiz ko'chira olmaydi. Qiyatasin qo'y" deb shirillaydi ishdagilar. "Qo'rqmanglar, to'pga bo'lmaydi" deb ayu ularning so'zlariga quloq osmaydi. Bir kichkintoy eshikning tig'inlari amasidan kelsaydi. Ayu qurbonlab eshikni tebishni shiradi. So'lag'i keyin eski eshik siqirlab, shoshilib qoladi. Tiqaloq tishqan, baqildoq baqa, qo'rqoq qo'yan, quv tulki, sirqasqir barlig'i amon-eson eshikdan chiqib ulguradi. Ayuga ular ranjimaydi. Qayta barlig'i birigib, birini yerda tasib, taxtalarda sirgilib, yana eshik tirg'izuga kirsib ketadi. O'slaycha do'stlar, o'zlarining abadimi, jab-jana eshik